Tezroq qo'lidagi avtomatni yashirib qo'yishim kerak. Mana bu yerda quturlar turibdi. Ha, bo'ldi. Shu yerga vaqtinchalik turib tursin. Ana bu chiroyli uy kimniki bo'ldi? Nima? Xo'sh. Bo'ldi, kiyimlarimni ham kiyib oldim. Bekor pochtaga ishga o'tdim-da, ertalabdan bularni qayoqqa olib boraman endi? Ha, mayli, mana bu qutidan boshlay qolay. Jek, uydamisan? Ha, turyapman. Ha, salom pochtachi. Salom. Senga men narsa olib keldim. Yo'g'i, ha, shular. Nimaga ertalabdan baqirasan? Eshikni taqillasang bo'lmaydimi? Ha, o'zing begonalar kirmasin deb yozib qo'yibsan-ku. Ha, sen taqillatsang bo'lardi. Ha, bo'pti, boshim qotirma. Ha, pochtachilar albatta juda ham yomon jahldor bo'lishadi. Ha, nima ham qilardik? Hammaga salomlar. Mening ismim Jek va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, chunki 1000 ta obunachiga juda ham oz qoldi va albatta videoga like bosishni unutmanglar. Tak, men narsalarim qani edi? O'zi nimaga tepaga chiqib ketdim? Xo'sh. Mana bularni olib qo'yishim kerak. Birinchi navbatda yashiramiz. Janob Mir yozibdi, soat necha bo'libdi? Soat 9 bo'libdi. Agrodlarga qarash kerak. Men esa uxlab yotibman. Telefonim ham zaryadkasi qolmabdi. Shuning uchun ham eshitmay qolganmanmi, bilmadim. Hozir boramiz, lekin bir tarafdan yo'q, axir zaryadkasi qolmagan bo'lsa ham 5-6% da budilnik ishlashi kerak. G'alati, mayli, balki telefonni o'zini yangilash kerakdir. Qutini esa keyinroq ko'raman, ichida nima bor ekan, lekin og'irgina tuyuldi. Balki buyurtma qilgan narsalarim kelgandir. Men o'tgan hafta nima buyurtma qilganimni bilasizlarmi, do'stlar? Xullas, men o'zimga yangi kompyuter sotib oldim. Ha, u juda ham kuchli, protsessorlari kuchli, video kartalari, videolarni shaderlar bilan chiroyli qilib ola olishim uchun va hozir emas, endi keyinroq ochamiz, chunki bo'lmasam Mer yozishni boshlaydi. Qanisan deb yaxshi ham soatni ko'rib qoldim. Xo'sh, qani hozir Merning yoniga boraylikchi. Nima bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum assalom. Ha, soat 9 bo'libdi. Siz hatto qo'ng'iroq ham qilmadingiz. Nima qilaman, seni boshimga uramanmi? Dardim boshimda oshib yotibdi. O'zi nima bo'ldi? Qishloqqa bandit kelgan. Yo'g'i, ha. Nima bo'ladi endi? Bilmasam, politsiya kelsin, ko'ramizda. Ha, mayli. Boltani nimaga berib qo'ydingiz menga? Menga 10 tacha daraxt chopib kelgan. Xo'p, janob Mer, men ketdim. Men gaplashib olishim kerak, Mer bilan chiqib turing. Xo'p. Nima bo'ldi? Banditni topdingizmi? Banditni o'zini topdik-ku, lekin uni sherigi ham bor ekan. Xo'sh, va uni sherigi hozir mana shu qishlog'imizda qurolni yashirib ketgan. Ha, ular, sen nimaga gap o'ylayapsan? Uzr. Yo'qol. Xullas, shu qurolni topmasak bo'lmaydi. Banditni o'zichi, ular 2 kishi bo'lishgan. Do'stlar, eshityapsizlarmi? Bizning qishloqda rostdan bandit bo'lgan shekilli, yoki axir ular aytishyapti 2 kishi deb. Endi nima bo'ladi? Hayronman. Ha, mayli, albatta ko'chlarning o'rtasidan o'tishi bu holat albatta yaxshi bo'lmasa kerak, chunki bandit ko'rib qolsa yomon bo'ladi. Bu yerda nimalar? Bu yana kim bo'ldi? Tushunmadim. Ko'rdinglarmi? Kimdir yugurib o'tdi. Men derazasining oldidan Trampning uyini qop-qora narsa edi. Trampning sochlari sariq bo'lsa, nimaga qora narsa o'tib ketdi? G'alati do'stlar, balki uyini oldiga borib ko'rarmiz, nima deysizlar? O'g'ri yoki bandit tushgan bo'lsa-chi? Tasavvur agarda banditni zararsizlantirsak, bizga medal bergan bo'lishardi. Xo'sh, qani? Hech kimni ko'rmayapman. Qiziq. Oddiy uydek uy. Hayronman, kim o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Nima qilyapsan bu yerda? Bu Trampning uyi. Seni boshqa bu yerda ko'rmay. Nima? Hayvon odamlar g'alati bo'lishadi. Turishidan qiz bolaga o'xshaydi, lekin ovozi. Что, patsani, ketdik. Hozir boramizda Mer uchun daraxtlarni chopib uyga yashirinib olamiz, chunki banditlarni tutishmaguncha qishloqda yurgan yaxshi ish emas. Tak, hammasini chopib olamiz. Lekin hammasi emas, axir Mer aytdiki 10 tacha yetadi deb, ortiqchasi bilan bitta ortiqcha, hacha yo'q, 10 tachami 10 ta olib boramiz va agarda ortiqcha chiqsa o'zimga olib qolaman. Mana ortiqcha ham chiqdi va mana shunisi menga bo'ladi. Yaxshi, qani ketdik, hozir boramizda Merga buni topshiramiz. Shu bilan bemalol uyda o'tirishimiz mumkin bo'ladi va ayniqsa ertalab pochtadan kelgan posilkamizni ochib ko'ramiz. Mana bu umuman boshqa gap do'stlar. Umid qilamanki, kompyuterni yig'ib olamiz kechgacha. Salom janob Mer. Salom. Bugun ser salomsan? Ha, chunki menda yangilik bor. Yo'q, qanaqa yangilik? Men kompyuter yig'aman bugun. Qoyil bo'pti. Bor ishingga. Qaysi ishimga? Kompyuter yig'aman deding shekilli. Shumi, lekin u ish emas, axir men uni to'g'ri ish, chunki YouTube uchun ishlataman-ku. Mayli do'stlar. Pochtachi, sen yukingni ochib ko'rdingmi, posilkangni? Yo'q, hali qutisini menga olib kelgin. Xo'p, tushundim. Nima qilarkan qutini? Ha, mayli, pochtachi ham aytdim, demak, do'konga borishdan avval birinchi navbatda kompyuterni terib olaman, chunki men hozir do'konga borib o'zimga stol olmoqchi edim kompyuter uchun, lekin mayli, kompyuterni o'zini teraylik, baribir ham qutisi kerak ekan. Sandiqni ichida izumrudlar turibdi va
Nima? Stop do'stlar, buni bu yoqqa olib qo'ydi. Bu yo'q, bu kompyuter emas, bu qanaqadir avtomat va unga obviyaslar bilan qurib. Stop, tushunmadim. Nima? Men bunaqa narsa buyurtma qilmagandim do'stlar. Men oddiy o'yinchi bo'lsam, menga avtomat nima kerak? Buni qaranglar. Va bu yap-yangi hammasi. Chin ursin, hatto chang ham tegmagan. Lekin tak, stop. Rostdan buni men zakaz qilgan bo'lishim mumkin emas, haqiqiy. Jin ursin. Kim olib keldi ekan buni? Stop. Kim olib kelgan bo'lishi mumkin? Axir albatta ertalab menga olib kelishdi. Buni qaranglar, o'g'ir bo'lib ketar ekan. Katta magazin qo'ysa. Chin ursin. Tak, qani glушитель qo'yamiz va tagiga va wow. Buni qaranglar, yo-mayo. Tak, stop. Bo'lishi mumkin emas. Wow. Tak, katta magazin qo'yganim ko'rinmas ekanmi? Ha, qo'yil. Buni qaranglar, qanchalik chiroyli qurol ekan. Qimmat turishi ham aniq. Tasavvur qilyapsizlarmi nima bo'ladi agar buni kimdir ko'rib qolsa qo'limda yoki bu bilan borsakda hozir wow, buni qaranglar. Yo'q, yoshga qaramayman, yana ko'zimni o'yib qo'ymasin. Chin ursin. Wow do'stlar, zo'r. Tasavvur qilyapsizlarmi agarda men shu qurol bilan banditlarni tutsam nima bo'lardi? Wow, menga medal berishardi va jitellar ham hayron qolishardi. Lekin afsuski, bu qurol aniq noqonuniy va uni ko'chaga olib chiqa olmasam ham kerak. Jitel, tak, bu men do'stim. Hoy, Jitel, janarsan, nimaga yig'layapsan? Meni posilkamni yo'qotishibdi. Yo'q, ha, mana buni buyurtma qilmaganmiding? Men pizza buyurtma qilgandim. Mana bandit bu aslida Jek ekan, qishloqdoshlar. Jekning quroli bor, ehtiyot bo'linglar. Yo'q, Jitel, yaqinlashma menga bandit. Ket bu yerdan. Nima bo'lyapti? Qochib qolinglar. Nima bo'lyapti? Hech nima janob mir, hech nima. Tak, janob, meni kechir do'stim, lekin seni o'ldirishga majburman. Nimani ovozi chiqdi, ko'rmayapti menga quduqning orqasi. Bo'ldi, qochdik do'stlar uyga janob, men do'stimni o'ldirishimga to'g'ri keldi, chunki u hammasini noto'g'ri tushundi va qurolni meni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'ldi. Endi bularni olib qo'yishimiz kerak. Tak, stop, kelinglar, endi olib tashlaymiz obviyaslarini. Tak, buni ham olamiz, bunisini ham va tak, bo'ldi, glушитель. Yaxshi, bularni endi olib qo'yishimiz kerak. Chin ursin. Shuncha narsa, lekin ularni ishlatishim ham mumkin emas. Yo-mayo, banditlar haqida gapirishganda o'sha banditlarning qurollari bo'lsa kerak. Tak, hozir buni olamiz va xo'sh, bu yerni yopishimiz kerak. Do'stlar, hech kim ko'rmasin. Tepadagi narsalarni hammasini olib tashlaymiz, bo'ldi. Yaxshi. Asosiysi qurol haqida endi hech kim bilmasa bo'lgani do'stlar, bu juda ham yomon. Endi nima qilaman? Axir jitelni o'ldirganimni bilib qolsa, qayerdan bilishadi do'stlar? Axir ovoz deyarli chiqmadi, glушитель bor edi. Faqatgina tak qilgan ovoz chiqdi, bo'ldi. Mayli, umid qilamizki, hech narsa bo'lmaydi va men qo'lga tushmayman. Xo'sh, nima qilishim mumkin? O'yla, Jack. Tak, bilaman. Hozir bizga lopatka kerak, do'stlar. Lopatkani olamiz va o'rmonga ketishimiz kerak. O'rmonda esa qurolni yashirish uchun joy qilib qo'yamiz. Aks holda bu qurollarni hech kim ko'rmasligi kerak. Haqiqiy aka unikka turibdi meni uyimda va undan jitel o'ldirilgan. Undan tashqari u banditlarga tegishli bo'lgan kellar mana bu yerga yashirib qo'yamiz. Ochamiz 2 blok va xo'sh, qani verstak. Jennerson uyda yasab kelsam bo'lar ekan. Hozir verstakni tashlab yuborishga to'g'ri keladi. Ha, mayli. Tak, mana va bo'ldi. Buni olamiz. Endi esa Bilasizlarmi do'stlar, men bu istagan joyimda даже kesib tashlamayman, chunki baribir bu kanal sotilib ketadi. Bu video hech kimga kerak emas. Prosmotr yig'ib sotilsa bo'ldi. Nima kerak istaganimni kesib tashlab, to'g'rimi? Bo'ldi. Короче, nima bo'ladi hozir? Tak, uyga kiramiz va hammasi har doimgidek rol o'ynashda davom etamiz. Do'stlar, mana narvonni olib endi tepaga chiqishimiz kerak va tepadagi mana bu sandiqlarni olib tushamiz pastga. Davay bo'linglar va o'sha sandiqlarni olib borib o'rmonga yashirib kelamiz va yurib borgan joylarimni albatta kesib tashlayman. Bu yurib borgan joylarimni albatta kesib tashlayman, chunki videoni cho'zish kerak 10 minut chiqishi uchun. Davay ketdik do'stlar, o'rmon tarafga yuguramiz. Jennerson qanchalik yomon ko'raman bu videolarni. Mayli, yana ozgina qoldi. Yana 10 tacha kanal sotsam, keyin boshqa bu narsa bilan shug'ullanmayman. Tak, buni ochamiz va olib tashlaymiz va shunda balki o'zimni shaxsiy kanallarimga videolar chiqishni boshlaydi. Javohir Raider comeback. Davay, mana bu qurollarni tashlab qo'yamiz va
yopamiz, bo'ldi. Qoyil do'stlar, endi qaytishimiz mumkin. Qishlog'imizga yana ozgina chidab tursangiz bo'lgani. 20 soniyacha qoldi. 10 soniyaga kelyapmiz. Mana 10 soniya qoldi endi. Tak, yaxshi. Obuna bo'linglar kanalga. 10 soniya bo'ldi va mana bularni tashlab qo'yamiz sandiqning ichiga. Sandiq ham emas, bu oddiygina shkaf. Bo'ldi do'stlar, video tugadi. Hammaga rahmat chidagingiz uchun. Miyangizni tirnaganim uchun uzr.